Hürmetlik vatandaş bugünkü islaha 2023 yıl 6. ayının 15. günü haftiga cüme vatandaş. Endi sizlarga növbetki leksiyani sözleşten avval bir cümle. Tuni günlerde men sözlegen leksiyamda nim degen edim vatandaşım. Hozircha sözlerde, iborlarda, mavzularda mesela Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarlik Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijing rahbarlari yoki amaldorlari bilan qaysi masalalar to'g'risida suhbatlashadi degan mushu suhbatning ichida Tayvan qatorliq degan jumlami lekin ayrim kishilik huquq degan jumla yo'q degan edi. Tunigen Cungo nazar torbeti kirib qarasam, ular yazgan bir parça maqalada enek o'ttirib qo'yibdi. Bu qatam davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingda kishilik huquq to'g'risidami so'zlashidi yoki kishilik huquqmi bu qatam suhbatning bir mavzusi deyilibdi vatandash. Shuningga yarasha yana bir xil vaziyat endi hozir sizlarga so'zlaydiganimiz tuvandikcha vatandoshlar. Mavzu nima? Mavzu bunda. Yevropa İttifaqı qarar loyiha ma'qullab Hong Kongda gazet boshqaruvchisi Li Jiyingni turmadan qo'yib berishni va Hong Kong davlat bexatarligi qonunini bekor qilishni murojaat qildi. Mavzuli xabar Yevropa İttifaqı parlamenti 6. ayning 15. kuni xabar Vanvi torbetida e'lon qilindi. Haber mundaq başlandı. Yevropa İttifaqı parlamenti 6. ayının 15. günü qararı ma'qullab, Olma gazetini qurg'uvchi va boshqaruvchi Li Jiyingni turmadan qo'yib berishni va Hong Kong davlat bexatarligi qonunini amaldan qoldirishni chaqiriq qildi. Li Jiying Angliyaning grajdani. Hong Kongliklar Angliyaning grajdani. 1995 yılı Olma gazeti idarasini qurib chiqqan. Bu gazet Hong Kongda qarshi e'linadigan gazetlarning birisiga aylangan. Jungo doiralari bu gazetni taqib etdi. Li Jiyingning bolasi Li Zhong-en mundaq dedi, bu qaror Shangang xalqiga, ya'ni Hong Kong xalqiga bir uchur tarqatdi. U bo'lsa-mu Li Jiying apandi ve başka ataqlıq şəxslər nəzərbənd qılğanda, ulağı zərbi bərgəndə xalqara cəmiyyətlə qarab turmaydıqallığıdan ibarət. Sen bizim müşündə Hong Kong xalqını bozak etsən, buna xalqara cəmiyyət qarab turmaydıkən qomanı kördün. Deməkçi hazır Li Jiying'nin oğlu Li Zhong-en bir uçunlu tarqatdı dedi. Avrupa İttifaqının bu kararı Hong Kong hükümetiga Li Jiying ve başka demokrat zatlarını turmadan qo'yib berishga haydakchilik bo'ldi. Endi bu yerda Li Jiying Angliyaning grajdani dedik. Li Jiying 2019 yılı Şangang'da bir yıl ko'tarilgan namoyish bevosita rahbarlik qilgan adam emas. Washingtonga kelgan edi. Şu vaqtki muavin prezident Pence efendinin qabul qilishiga erishgan edi. Davlat majlisi a'zolari bilan ko'rishgan edi. Yani shunday turg'uliq, shunday xalqaro obrazga o'ringa martaba erishgan bir odamni Beijing hukumati şu vaqtki namoyish tufayli yoki qudratli yoki buning pul berdi degandek shunday yo'qolan banolar bilan bu hareketke namoyishga bevosita rahbarlik qilmagan Li Jiyingni qo'lga olgan. Hozir Yevropa İttifaqı bu to'g'rida qaror ma'qullabdi vatandoshlar. Endilikda yana bir xabarimiz nima deymiz desanglar, davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qilish arafasida Amerika Davlat Majlisi a'zolari Amerika Davlat Majlisi a'zolari yangi qonun loyiha ma'qullab Jungoga qarshi turib Tayvanni qo'lladi.
Bu xabar 6 ayının 16 günü Amerika avazdan Xitay tel programmasi e'lon qildi. Xitay tili programmasida kechiringlar. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlar davlat shakati va Antony Blinken Jungoni ziyorat qilish arzusi senator Marco Rubio. Yani iki nafar Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Devlet Meclisi'nin azaları birlikte 6 ayının 14 günü yeni kanun layığı oturup koyup Amerika'nın Tayvan'ı qo'llashini kuchaytirishni Tayvan bilan hamkorlashib Jungo'ning kun sayin o'rlayotgan tahdidiga qarshi turishni qo'lladi. Qonun loyiha orqali qo'lladi. Amerikaning siyosati Prezident Joe Biden hukumatining Jungo'ga qaratgan siyosati Tayvanga qaratgan siyosatini navbatga bu qatam hem Devlet Meclisi Marco Rubio senator başçılığında kanun loyihasi bilan qo'lladi. Senator Marco Rubio bayonotida mundaq ko'rsatdi. Köp yıllardan beri Jungo Kompartiyasının kurallı kısımları Tayvan boğazının özlüksüz alqıp öttü. Yakından beri nurgulluğa matbuatla haber kılıp bu tehditten Tayvan boğazıda küçüyüvatqanlığını haber kıldı. Jungo Kompartiyası kurallı kısımlarının Tayvan boğazı tehdidinin küçüyüvatqanlığını haber kıldı. Yani 3. haber vaziyetki münasebetlik vatandaş Köplegen halkara kişilik hukuk teşkilatları Devlet şakatı ve Antony Blinken'e xat yollab kişilik hukuk meselesi boyunca Jungo bilen sözleşishga yetakchilik qildi. Mavzuli xabar 6 ayının 16 günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Umumiy kechirim xalqaro kişilik hukuk teşkilatı Jungo'ga yordam berish jamiyati kişilik hukuk teşkilatı Jungo'da kişilik hukukni qo'g'duvchilar tashkiloti, Hong Kong Demokratlar komiteti, Uyg'ur harakati tashkiloti, Erkin Tibet tashkiloti, Erkinlik Shariya qatorliq tashkilotlardan o'z ichiga olgan 40 dan ortiq xalqaro kişilik hukuk tashkilotlari 6 ayning 14 günü Antony Blinken'ga imzoli xat yozib Jungo'da kişilik hukukka köngül bölüşni ve bunu söhbet temisi yoki mavzuga aylantirishni talab qilgan edi. Biz başta nimizde vatandaşı. Demek bu qatam davlat shakati Antony Blinken Beijing ziyoratida Jungo rahbarlari bilan bo'lgan suhbatda kişilik hukuk mavzusini mı tilga ilib so'zlashdi deb yuqorida sizlarga so'zildi vatandaşlar.